Xo'p, va'daga vafo, demak bugun o'sha o'zini ilmga ulkan hissasini qo'shgan, bugungi kundagi Garvard, Oxford, Yale universitetlari, umumiy barcha universitetlarning sistemasi aynan o'sha men hozir gapirib bermoqchi bo'lgan muslima ayol Fatima bin Fihriyni tizimi bilan yuritiladi. O'sha ayol qo'ygan poydevor, o'sha ayol yaratgan sistema bilan. Va bu haqda ko'pchilik bilmaydi. Bu ayol o'zi kim? Bu ayol o'sha Marokkoda, Fes shahrida dunyoga kelgan, zodagon oilasida singlisi Maryam bo'lgan, otasidan juda ham katta davlat qolgan. Otasi olamdan o'tgandan keyin, demak u o'sha otasidan qolgan mol mulkni ilmga sarflagan ayol hisoblanadi. Qaysiki o'sha universitetlarni hozirgi tizimini yo'lga qo'ygan ayol sifatida masjidlar qurgan, madrasalar qurgan, lekin aynan o'sha universitet tizimiga moslashtirilgan tizimni yaratgan. 850-yillarda o'sha bu ayolni tarixchilar gapirishadi, yaratgan universiteti, keyinchalik o'zi ham 59 yoshida o'sha o'zi tashkil etgan universitet talabasi bo'lgan. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Bu ayol otasidan qolgan davlatni yeb, kiyib yoki bo'lmasam boshqa bir ayshi ishratga sarflamadi. Uni kechalari uyqusi yo'qoldi. Shuncha mol mulkim bor, uni nima qilsam jamiyatga, insoniyatga foydam tegadi degan fikr va xayol, o'y bilan yashagan. Men uni biografiyasini o'qirkanman, o'zi juda ham ta'sirchan insonman. Ko'zimdan tinmay yosh oqdi. Ya'ni shunaqangi ayollar borki, qarang, o'sha davrda 850-yillarda hijriyda qaysi yil bo'ladi bilmayman, hozir hatto aytib qo'ymasligim uchun gapirmayman. 850-yillarda deb men o'qidim. Bu ayol o'sha hozirgi universitetlarning poydevorini qo'yib, o'sha tizimni yaratib berib ketgan. Ko'pincha g'arbliklar biz yaratganmiz bu tizimni deydi, lekin aslida aynan Fatima mana shu birinchi universitetga asos solgan. Keyinchalik bu universitetda men bilgan mashhur olimlardan biri Ibn Xaldun, hammamiz kitoblarini sevib o'qiymiz. Yana bir mashhur olimimiz esga kelmaydi, chunki men bilasizlar videolarini spontan olaman. Xullas, mana shu ayolni tarixiga qiziqing, o'rganing. Uning singlisi Maryam ham xuddi opasidan o'rnak olib masjidlar, madrasalar qurdirgan ayol hisoblanadi. Bu o'sha kechagi meni videoyimga davom sifatida qabul qiling. Ya'ni ayol jamiyatga o'zini qaysidir Alloh bergan sifati, xislati, kasbi, hunari bilan foydasi tegsa, uni yashashga bo'lgan motivatsiyasi oshadi, hayotiy energiyasi oshadi. Va bu menimcha noto'g'ri emas. Faqatgina biz o'sha o'zimizga belgilangan chegaradan chiqmasak bo'ldi. Fatima bin Fihriyning hayoti hammamizga o'rnak bo'lsin.